Mana bugun biz mini ko'ksamsa tayyorlaymiz. Uning uchun kerak bo'ladi 500 gram un, xamiriga 130 gram margarin, xona haroratida eritilgan, 300 ml suv, bitta choy qoshiqda to'la tuz xamir uchun kerak bo'ladi. Nachinkasiga bo'lsa bitta piyola yalpiz, 250 gram qiyma, bitta piyoz, bitta choy qoshiq silliq tuz, yarim choy qoshiqdan kamroq murch kerak bo'ladi. Ustiga surtishimiz uchun yana bitta tuxumi, sarg'i va kunjut yoki bo'lmasa qora sedana kerak bo'ladi. Endi birinchi bo'lib xamirimizni qilib olamiz. Uning uchun suvimizga tuz aralashtirib, xamir qorib olamiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Buni endi 6 zo'lashiga bo'lib qo'yamiz. Mana zo'lachalarga bo'lib oldik. Endi buni ustiga streç yopib 10 minutcha tindirishga qo'yamiz va bu orada nachinkamizni qolamiz. Ustiga streç yopib qo'yamiz. Shunda yaxshi tinadi xamirimiz. Mana qiymamizni sovoldik. Piyozlarimizni mayda qilib to'g'rab, uni kiritib oldik. Xuddi chuchvaraga soladigan qilib mayda qilib, yana ham pichoqda kiritib mayda qilib olamiz. Mayda to'g'ragandan tashqari. Chunki somsamiz kichkina yaxshilab pishishi kerak piyozda. Mana yalpizlarni ham mayda qilib to'g'rab oldik. Men yana ham mazali bo'lishi uchun 10 gramcha dumbani mayda qilib to'g'rab, buni ham solmoqchiman ichiga. Shunda yana ham mazali chiqadi somsamiz suvli bu. Mana dumbani ham mayda qilib to'g'rab oldik. Anaqa murch bilan tuz soldik. Endi hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Mana nachinkamiz tayyor. Endi buni ustiga streç qilib xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Mana endi xamirlarimizni 6 ta bo'lgan edik. O'sha har bittasini yoyib, margarinimizni ham 6 bo'lakka bo'lib oldik. O'shani endi qo'limizda suramiz. Keyingi xamirni yoyib, yana buni ustiga qo'yib, yana uni ustidan margarin surib chiqamiz. Mana margarin surib oldik. Yana ustidan mana yoygan xamirdan qo'yib, hammasini shunaqa taxlab olamiz. Xamirga umuman un sepmaymiz. O'zi yaxshi tingan, o'zi yaxshi yoyiladi xamirimiz. Mana 5 ta xamirimizni ham yoyib, ustiga yog'larni, margarinimizni surib oldik. Endi 6-xamirimizni ustiga qo'yamiz. Mana 6-xamirimizni ustiga qo'yib, yaxshilab qo'limiz bilan xamirimizni kengaytirib yoyib olamiz va ustiga boyagi margarinimizni surib, buni taxlaymiz konvert qilib. Mana margarinni surib oldik, endi buni taxlaymiz. Xamirimizni 4 ta tarafini birlashtiramiz, endi buni ikkiga buklaymiz. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi paketga yig'izib, yarim soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Mana xamirimizni endi katta qilib yoyib olamiz juva yordamida. Mana xamirni shunqa katta qilib juvada yoyib olamiz. Umuman un ham sepmaymiz, o'zi yaxshi yoyiladi. Endi buni kichkina to'rt burchak qilib kesib olamiz. Xamirni hammasini mana shunaqa to'rt burchak qilib kesib chiqamiz. Mana hamma qiymalarimizni ham shunaqa qilib solib chiqamiz. Bitta kichkina choy qoshiqdan solib chiqamiz va tugishni boshlaymiz. Mana bunaqa qilib 3 burchak qilib tugib olamiz somsamizni. Kichkina somsasi chiqdi. Bunaqa 3 burchak qilsak ham bo'ladi, 4 burchak qilib tugsak ham bo'ladi. Mana somsalarning hammasini tugib, ustiga tuxum sarig'i bilan qora sedana surib oldik. Endi buni hozir duxovkaga 180 gradusga qo'yamiz. Mana somsalarimiz sekin pishib boshlayapti.